Assalomu alaykum, hurmatli LG Promotor kanal obunachilar. Bugungi obzorimizda LG mikroto'lqinli pechlari bo'ladi. Xo'p, bugungi tushunib beradigan mahsulotimiz bu LG mikroto'lqinli pechlari bo'ladi. Bu mikroto'lqinli pechlarimiz LG brendi asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Smart inverter magnetron bilan jihozlangan bo'ladi. O'zi bularni ikki magnetrondan foydalanadi. Mikroto'lqinli pechda birinchisi oddiy magnetron bo'lsa, ikkinchisi esa smart inverter magnetron bo'ladi. Bu bir-birisidan farqi oddiy magnetronda on rejimida ishlaydi. Bu da ya'ni yanib o'chib yanib ishlaydi. Shuning evazida to'q sarfi ham ko'proq bo'ladi. Agar past kuchlanishda to'p kelganda ishlab bo'lmay qolish ehtimoli bo'ladi. Endi agar olmasak, bu smart inverter magnetrondan foydalangan, ya'ni bu past kuchlanishda ishlab beradi. Ya'ni 150 volt tokdan ishlab beradi. Xo'p, bularni boshqa yana qo'shimcha afzalliklarni sanab o'tib beradigan bo'lsak, oddiy magnetronda ovqatni qizdirish yoki bo'lmasa buzdan tushirib berish, masalan tovuqmi, go'shtmi, oshlar buzlanayotgan bo'lsa, shuni buzdan tushirish foizi 76 bo'lgan bo'lsa, oddiy magnetronda, LG Smart Inverter magnetronda shu 93%ga ko'tarilgan. Ya'ni pashta hamma yeri bir xil qizdirib berib qo'yadi, yo bo'lmasa buzdan tushirib berib qo'yadi. Xo'p, bundan tashqari bularning o'zini yarasha yana afzalliklari bor. Ya'ni bularda ichki qoplamasi Easy Clean qoplama bilan qoplangan bo'ladi. Bu Easy Clean qoplamasi antibakterial bo'ladi. 10 yillik garantiya sistemasi bor, kafolati bor. O'zini bakteriya namidi. Undan tashqari ovqatni qizdirganingizda, masalan, ichine sachrashi mumkin. Ovqat qoldiqlari, yog'lar shu ovqat qoldiqlari qolib ketmaydi. Ya'ni artganingizda, trapkani 1 yoki 2 marta artganingizda bemalol tozalanadi. İçinde masalan qotib qolmaydi. Ya'ni qo'shimcha yana kirish yo qo'shimcha ish talab etmaydi. Shu taraflama Easy Clean afzallik beradi. Xo'p, bularda boshqa brendlarda yana bir afzalliklardan birisi, bularning ichidagi g'ildiraklar soni 6 ta ekanligi bunday afzallik beradi. Buning uchun kerak. Masalan, boshqa brendlarda 3 ta g'ildirak bo'ladi. Masalan, idishni sal chetroqdan qo'ysangiz, masalan, qiyshayib qolishi mumkin. Ya'ni qiyshaygandan keyin yaxshi aylantirmaydi, yaxshi qizdirib bera olmasligi mumkin. LGda esa shu 6 g'ildiraklar chiqarilgan. Buni afzalligi shu xohlagan joyda qo'ysangiz ham, idishingizni, kosangizni qiyshayib qolmaydi. Bir xil ovqatni qizdirib berib beradi. Xo'p, bularni oynasi go'ydilgan oyna bo'ladi. Ya'ni ichi qora bo'ladi. Masalan, shunga yarasha afzalligi bor. Bularning ichida lampochkasi oq led qo'yilgan bo'ladi. Bu oq led lampochkaning afzalliklaridan birisi, masalan, ovqat qizib turganda ichindagi mahsulotni, masalan, ovqatni ko'rib tursangiz bo'ladi. Ichi qizib turganini, yo bo'lmasa buzdan tushib turganini bemalol ko'rish imkonini beradi. Oq ledlardan qo'yilgan bo'ladi. Boshqa brendlarda shu sari lampochka qo'yilgan evazida tokni salgan ko'proq ham rasxod etib beradi. Bularda esa shu oq ledning evazini tok kamroq sarf etadi. Boya aytib o'tish esimdan chiqdi. Oddiy magnetronda mikroto'lqinli pechda on-off rejimida ishlaydi. Ya'ni o'chirgan o'chish. Bularda esa invertorlarda o'tsalgan boshqacharoq sistema bor. Ya'ni nechik bo'ladi? Masalan, 1 gradusga chiqqandan keyin shu gradusda motor xolostor rejimga tushib ishlaydi. Motorni o'chirmaydi, xolostor rejimga o'tadi. Shuni evazini tokni ko'p sarflamaydi. O'zi asosiy tokni o'chib yonganda sarflaydi-da, mikroto'lqinli pech bo'lsa barcha mesh texnika. Shuni evazini mikroto'lqinli pechlari tokni avaylab ishlab berib beradi. Xo'p, bularning eshiklari split etib ishlangan, ya'ni interyeringa uyingizdagi mebelingizni, masalan, shunga chiroyli bo'lib turish uchun yashil ruchka deb ishlangan bo'ladi. Bularning displey sensorli bo'ladi, bemalol sensor orqali boshqacha imkonini beradi. Masalan, bundan tashqari ko'ri masalan, nodey displey sensor bo'lgan emas, o'zining yarasha qo'shimcha afzalliklari bor. O'sha bemalol ko'rsangiz bo'ladi, shu eshigimizda shpalgarkasi bor. Ya'ni masalan, go'shtni artsak bo'lsangiz, tovuqmi, baliqmi, masalan, artsak bo'lsangiz, shularni shu yerda rejimni tanlab, inverter raznoschigan bosib, bemalol xohlagan rejimingizda qo'yib, xohlasangiz buzdan tushirsangiz, xohlasangiz ovqatni qizdirish imkonini beradi. Bularni LG'ning afzalliklaridan birisi, o'zi bilasizlar, uyda manti yo bo'lmasa darak pishirgandan keyin ertangiz qizdirajak vaqtingizda tarelkaga solib tiqqaningizda boshqa brendlarda chetlari qotib qoladi. Ya'ni bu oddiy magnetron bo'lganligining evazini o'chib ishlagan uchun ichida gradus o'ynab pasayib kuchayganligi evazini qotib qoladi. Bularda esa shu 1 gradusda ta'minlab bergan evazini tarelkaga
mesela akşam hiç pişgan bo'lsa, shunda qilib yana sizga qizdirib berib biladi. Xo'p, bundan tashqari bularni o'zini mayda shpagatga desak ham bo'ladi. Masalan, bu nodani bolalarda himoya etish imkonini beradi. Bezuk rejimida qo'yib ishlatsangiz ham bo'ladi. Masalan, ish bo'ladi. Stop tugmasini 3 sekund bosib tursangiz, displey qulflanadi. Yosh bolalar bossa, masalan, rejimni o'zgartirib bilmaydi. Bundan tashqari stop bilan avto inverterning ikkisini bosib tursangiz, zvukini yo'qoladi. Ya'ni, masalan, uyda yosh katta insonlar yo bo'lmasa yosh bolalar uxlashida, dam olishida xalaqit bermagan holda ishlab berib biladi. Xo'p, bu ko'rsatganimiz LG mikroto'lqinli pechlardir. Agarda sizda yana shunday narsalar qiziq bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirsangizlar, ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hamma